nomidan izhor qilmoqchiman. Chunki bilaman hammasi baribir ayta olmaydi. Ayajonim, ota-ona farzandni tanlash huquqiga ega emas ekan. Ammo farzand tug'ilishdan oldin farzandda shunday tanlash huquqi bor ekan. Qaysi ota-onada tug'ilish huquqi bor ekan va farzand o'zini onasini hamda otasini tanlar ekan. Alhamdulillah robbil alamin, Allohga shukrlar qilamiz. Biz sizday onani va dadamday dadani tanlaganimiz uchun. Allohim sizni shunaqa chiroyli qilib yaratgan, chiroyligimsiz, nurligimsiz, gul yuzimsiz. Qarang, ayam qanaqa chiroylilar. Hozirgacha shunaqa endi o'zim qarab, alhamdulillah deyman, Robbim shunaqa go'zal yaratgansan, shunaqa chiroyli yaratgansan, shunaqa nurli yaratgansan. Boringizga shukur. Biz uchun har doim mana shu qaddingiz tik tursin. Aytadi-ku, qaddingni tik tut ayol, alamlaring bo'lmasin. Hech qachon alamlaringiz bo'lmasin. Biz bir emas, ikki emas, 5 farzandingiz, ehtimol har kuni yoningizda emasdirmiz. Ehtimol har kuni qo'ng'iroq qilmasdirmiz, harakat qilamiz. Ehtimol har kuni 2 martadan qo'ng'iroq qilmasdirmiz, lekin biling, mana shu dunyoda, mana shu shaharda, mana shu kichkina diyorchada siz uchun jonini fido qiladigan farzandlaringiz bor. Siz uchun qalqon bo'lib turadigan farzandlaringiz bor. Siz uchun Alloh qodir qilgancha barcha istaklaringizni amalga oshiradigan farzandlaringiz bor. Biz baribir osiymiz-da, baribir bolamiz. Bilib bilmasdan o'zimiz anglamagan holatda Alloh ko'rguvchi, bilguvchi biron bir harakatimizni anglab yo dilingizni og'ritish yo sizni xafa qilish uchun harakat qilmaymiz. Ammo bilmagan holatda sizni nozikkina qalbingizni og'ritib qo'ygan bo'lsak, mana Said opam, Sevara opam, men, Zohchin akam, Ilhomjon nomidan boshimiz yerga tekkuncha uzr so'raymiz. Bizni bilib bilmay qilib qo'ygan gaplarimiz, bilmayman, amallarimiz uchun bizni kechiring. Siz bizni jannat kalitimizsiz. Bizni jannatimiz sizni oyoqlaringiz ostida. Allohdan so'rayman, inshaalloh Robbim bizni shunday farzandlar qilginki, biz ayamni va dadamni dadamga jannatda nurdan toj kiydiraylik ilohim. Duolarimiz bilan, amallarimiz bilan ota-onam jannatga kirmaguncha jannatga kirmayman deydigan ahli taqvo farzandlar bo'laylik va siz ham inshaalloh buvijonim bilan bobojonim uchun jannatda nurdan toj kiydiradigan farzandsiz inshaalloh. Joni sog' bo'lsin. Alloh ikki dunyoda aziz qilsin. Hayotingizni har bir daqiqasini shukrda, muhabbatda, mehrda, saodatda yashashda Alloh o'zi nasib ro'z aylasin. Siz